taxtadan tom yopsa bo'ladi do'stlar, lekin 25 metrgacha ustunsiz yopib bo'lmaydi. Profildan tom yopsa bo'ladi, lekin 1 kvadrati 500 mingdan oshiqqa tushib ketadi. Endi do'stlar 180 ming so'mga do'stlar 1 kvadratini usta haqqi, xom ashyo, tunikasini yopib berishi, noldan ko'tarishi, kraskasi bilan 180 mingdan 350 ming so'mgacha do'stlar O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Ko'rib turgan joyingiz do'stlar 16 metr eniga, o'rtasiga ustun qo'yilmagan 280 ming so'mdan noldan ko'tarib berishgan bo'ladi. Mana shu ustunlarini ko'tarib do'stlar yo'q joyga shuni binoni tikka qilib berishgan. Endi qaranglar, bu yerdagilar ham profil sotargan, ham taxta sotargan. Nima uchun konteyner mahsulotdan tomni yoptirgan deb o'ylaysizlar? Chunki birinchidan pishiq bo'ladi, ikkinchidan arzon tushadi. Xohlagan narsangizni qurib berishaveradi do'stlar. To'yxona, molxona, parni deysizmi, bassenmi, farqi yo'q. Temir sohasi borki, liboy narsani 180 dan 350 gacha O'zbekistonda 12 ta viloyatiga svarkasi, bolgarkasi hamma yo'q o'zidan joy degasi, faqat pul sanaydi xolos. Pastda nomer bor, aloqaga chiqing, moshina qilib berishadi. Sog' bo'ling.